Amerika Davlat Xavfsizligi maslahatchisi Robin O'Brien Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga tutgan muomalasining irqiy qirg'inchilikqa yiqilishidiganligini aytdi. O'Brien juma kuni Aspen institutida o'tkazilgan bir tor yig'inida so'z qilganda Xitoyning bostirishlari haqida to'xtaldi. U Uyg'urlarning vaziyatini tilga ilib, agar irqiy qirg'inchilik bo'lmasa, undaqda Sharqi Turkistonda uningga yaqin bir ish yuz beryotidi dedi. O sözde Amerika tamojna dairelerining Sharqi Turkistondan kelgan zo'r miqdordagi odam chechi mahsulotlarini musodir qilganligini tilga oldi hamda Xitoy haqiqatan Uyg'ur ayollarining chechini tushirib, chosh mahsulotlarini yasab, ularni Amerikaga avatmoqda dedi. Amerika tamojna va chegara qo'g'dash idorasi bu yil 6-oyda Xitoydan kelgan bir turkum haqiqiy odam chechi mahsulotini tutib qolgan bo'lib, bu mahsulotlarning Sharqi Turkistondagi yig'ilish lagerlari qamalgan Uyg'urlarning chechidan yasalgan bo'lishi mumkinligini aytgan. İqtisodşunas jurnalining bu sonida tadqiqotchi Adrian Zins ta'minlagan sonliq ma'lumot asosida Uyg'urlarga qilinayotgan ziyonkashlik, insoniyatga qarshi jinoyat mavzuliq bir parcha maqola e'lon qilingan. Maqolada Qashqar viloyati va Yarkan noyasida 2019-yilning oxirigacha 880.500 bolaning yotoqliq maktabga o'rlashtirilganligi, bu sonning 2017-yildan buyon 383.000ga yaqin oshganligi ko'rsatilgan. 2018-yili bu o'quvchilarning 9.500 dan ko'pragi yakki japoliq yoki qo'sh japoliq deb xotirlangan. Yakki japoliq deganlik ota-onasining biri tutib ketilganligini, qo'sh japoliq deganlik ota-onasining har ikkilisi tutib ketilganligini ko'rsatilgan. Maqolada aytilishicha, 2019-yil yozda yerlik hukumatlar boshqaradigan tordan tushirilgan materiallarning bir qismi bo'lgan hujjatlarda ko'rsatilishicha, barliq bolalarning turmada, tutib turishda yoki qayta tarbiyalash markazida kam deganda bir ota-onasi bor ekan. Bu bolalarning hammasi Uyg'urlarning bolalari ekan. Ma'lumotlarga qaraganda, ota-onasi tutilib ketgan bir Xitoy bola yo'q ekan. Xitoy Amerika hukumatining Amerikadagi bir qism universitet va maktablarga qilgan Kunzi instituti bilan boshqarayotgan til programmalari to'g'risidagi ogohlantirishiga va tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning bu organlarni taqash kerak degandek so'ziga inkos qaytardi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi va Ma'rif ministrligi oldin qatta Kunzi instituti bilan o'rtaq til programmasi yo'lga qo'ygan maktablarga yo'llagan xatida bu organlarning Xitoy Kompartiyasining ideya va siyosiy maqsadi uchun Ma'rif organlaridagi fikr erkinligini cheklashga ishlatadiganligini ogohlantirgan. Hatto universitet va maktablarga zarur tadbirlarni qo'llanib, organlarning faoliyatini nazorat qilish va ma'rif muhitini qo'g'dash tavsiya qilingan. Pompeo, Florida va Michigan shtatlarida qatnashgan radio programmalarida Kunzi institutini taqash kerak degandek qarashni o'ttirg'a qo'ygan. Xitoy prezidenti Xi Jinping nutq so'zlaganda qattiq yutilishga boshladi. Davlat televiziyasi naq maydon tarqatishni to'xtatdi. Xabar qilinishicha, butun dunyoga tarqalgan Wuhan virusi o'tirg'a chiqqan Xitoyda davlat raisi Xi Jinpingning Guangdong o'lkasi Shenzhen shahrida qilgan so'zining oxirgi 10 minutida qayta yutilib ketgan. Uning so'zini naq maydondan tarqatayotgan davlat televiziyasi bo'lsa, bu vaqtda kamerani Xi Jinpingdan boshqa yoqqa burib olgan. Yana bir tarafdan Xi Jinpingning ko'p qitim yutilishi va davlat televiziyasining tarqatishini to'xtatishi uning salomatlik ahvoli to'g'risidagi farazlarni keltirib chiqardi. Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov o'zining iste'fo berishni qaror qilganligini bayon qildi. Qirg'izistonda o'tkazilgan parlament saylamidan keyin kelib chiqqan namoyishlardan keyin saylam natijasi amaldan qoldirilgan edi. Jeenbekov poytaxt Bishkekdagi ijtimoiy siyosiy vaziyatning yanada jiddiy ekanligini ko'rsatib mundaq dedi. Tunugun men yangi ministrlar kengashini tasdiqladim, ammo bu jiddiylikni pasaytmadi. Mening darhol iste'fo berishim to'g'risidagi talablar davomlashmoqda. Navbatdagi vaziyat ikki taraflik to'qinishga yaqinlashdi. Askarlar va bexatarlik qismlar qurol ishiltib farzand turalg'usini qo'g'dish kerak. Lekin men uchun har bir puhroning hayotida qimmatli narsa yo'q. Men tarixda o'z xalqining qonini to'kkan farzand sifatida yod etilishni xohlamayman. Shunga men xizmatimni iste'fo berishni qaror qildim.